25 ming so'mdan Pamellalarni kattasi 25 ming so'mdan okajon, kenajon. Ko'ryapsizmi? Juda ham zo'ri bo'ladi. Ideali, shirini bo'ladi. Donasini 25 ming so'mdan qilib beryapmiz. Aynan sizlar uchun kokosni ko'ryapsizlar. Kokosni bir donasini 27 ming so'mdan qilib beramiz. Bunaqa narx menimcha Toshkentda 27 ming so'mdan qilib beryapmiz. Avokadoni ko'rsat o'rtoq. Avokadoni ko'ryapsizlar. Okalar, kenajonlar. Mana shu turishini, mana shu bir pochkasini 30 ming so'mdan qilib beramiz donaga. 30 ming so'mdan kim qilib beradi? Faqatgina biza okalar, kenajonlar. Hop, kivini ko'ryapsizmi? Golti bo'ladi. Bunisi qizili bo'ladi. Hop, donaga bir donasini 22 ming so'mdan qilib beramiz. 22 ming so'mdan. Kim qilib bera oladi okalar? Like bosinglar. Kommentariyada fikringizni bildirib ketinglar. Golubikalarimiz bor, xudo xolasa. Hop, assortiment juda ham do'di. Hop, fantani o'rtoq, kecha fantani 20 ming qo'ydim, odamlar gapiraveruvmidi. 18 ming so'mdan qilib beraman. Kiloga 18 ming so'mdan qilib beraman. Faqatgina kelib olib ketish kerak. Bugungi sana 2-dekabr okalar, kenajonlar, bizning manzilimiz Chilonzor Iloyotda masjidini shundoq ro'parasida bo'ladi. Nomer qoldiraman, telefon qilinglar, oka shundoq bemalol berib yuborishadi. Charchab qolmanglar, sog' bo'linglar. Assalom.